Assalomu alaykum, hurmatli yot kuzatuvchilarimiz, tinchmisizlar, omonmisizlar akalar. Bugun Andijon viloyati Jalaquduq tumanidamiz. Xo'p, 2 yil oldin qilingan baryerimizni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ish jarayonini ko'rsatishdan avval mana bu sizlarning qaroviylarga bog'liq, mana yangi qilingandan turibdi o'zi ham. Xonadon egasi juda ham chiroyli qarar ekan, pokiza o'shar ekan. 2 yil oldingi baryer mana yangidek turibdi. Xo'p, biz bugun nima ish qildik? Biz bugun ko'chaga gulxonasiga eshiklari bilan gulxonasini agrajeniya qilib berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatdamiz. Telefon raqamlarimiz ekranda. Qanchalik pokiza ushlashinglar, shunchalik uzoq xizmat qiladi. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, xizmatdamiz.